Diqqat, aholiga tezkor xabar. Tadbirkorlarga mikrokredit garovsiz qismi 1-iyuldan 200 million so'mgacha oshiriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab tadbirkorlarga mikrokreditning garovsiz qismi 2 baravar oshiriladi. Bu haqda Prezidentning moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlashni kengaytirishga doir navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda belgilandi. Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida avval mikrokreditdan foydalangan va ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga mikrokreditning garovsiz qismi 100 million so'mdan 200 million so'mgacha oshiriladi. Hujjatga ko'ra quyidagilar maqsad qilingan: kichik va o'rta biznes subyektlariga ajratiladigan kreditlar portfelini 3 baravarga oshirib, uning yalpi ichki mahsulotlaridagi ulushini 20% ga chiqarish. Banklar tomonidan ta'minotsiz onlayn mikrokreditlarni o'rtacha 1 soat ichida ajratish imkonini yaratish va ushbu mikrokreditlar ulushini 60% ga qisqarish. Kredit tarixiga ega bo'lmagan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish. 2026-yil 1-iyuldan qadar kredit olish uchun ariza berishda hamda mazkur ariza bo'yicha bir necha banklarni takliflarini olish imkonini beruvchi raqamli moliyaviy platforma ishga tushiriladi. Bunda kichik va o'rta biznes subyektlariga taalluqli ma'lumotlar raqamli hukumat tizimini raqamli ma'lumotlar platformasidan beg'araz olinadi va banklarga taqdim etiladi. Platformada qayta ishlangan va taqdim etilgan ma'lumotlar asosida banklar o'zlarining ichki qoidalarini kelib chiqib, tijorat takliflarini kichik va o'rta biznes subyektlariga tanlab olish va foydalanish uchun taqdim etadi. 2026-yil 1-dekabrdan boshlab sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda platforma doirasida muqobil scoring modeli joriy etiladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.